80-90-yillarda ota-onalarimiz to'g'ri o'qigin, to'g'ri yurgin deb endi tarbiya qilishgan-ku, lekin hozir 21-asrda farzandlarimizni, nevaralarimizni hali bog'chalik paytidan bizni juda ko'p talab qo'yib yuborganmiz-da. Mana ko'rdingmi, ana palonchi akang, tugunchi opang, mana qaranglar, chet elda yuribdi, chet elda o'qiyapti. Sen ham shunaqa bo'lishing kerak. 4 ta tilni bilish kerak bu bolalar, muzikalniga borish kerak, sportga borish kerak. Umuman hozir yosh bolalarda bolaligi yo'q desa ham bo'ladi-da. Ya'ni bu bola uchun juda ham stress. Biz kichkina paytimizda rosa prigalkalar sakrardik, chizardik, yerlarga rasmlar, hali ariqdan suv ichardik. Juda ham ko'p harakatda bo'lganmiz. To'g'ri o'qiganmiz ham, lekin 10-sinfda o'qiydigan o'sha matematika deylik, o'sha fanlarni hozir bolalar 5-sinfda o'qiyotgan ekan. Mana nevaralarim o'qiydi, men shundan bilaman. Shu darajada bolalarga talabimiz kuchayib ketgan. Bu bolalarni bolaligi yo'q-da, shunaqangi stressda bolalar. Undan tashqari hammasida yod tanqislik, vitamin va mikroelementlar yetishmasdan bolalar katta bo'lyapti. Bunaqa bolalar qanaqa bo'ladi? Представляете qiling, kechasi uxlamasdan dars qiladi, ko'l ichyapti, fast food yeyapti, borib mana semirib ketadi va o'sha jinsiy zaiflik bo'ladi va o'sha bebaxt bo'ladi deb o'ylayman.